Bandalarning haqqi. Kunlarning birida Iso alayhissalom qabristonga keldilar. U zot qabrda yotganlarning biriga yuzlandilar va Alloh taolo unga jonini qaytardi. Iso alayhissalom undan "Sen kimsan?" deb so'radilar. U shunday javob berdi: "Hayotligimda men yuk tashuvchi hammol edim. Odamlarning yukini tashib kun ko'rar edim. Bir kuni men bir kishining o'tinini tashiyotgan edim. Men o'tindan bir cho'p olib tishlarimni tozaladim. Vafot etgan kunimdan beri men shu cho'pdan so'ralaman. Shu cho'p tufayli meni har kuni hisob qiladilar." O'git: agar biror sabab bilan kimningdir haqqini poymol qilinsa, zudlik bilan uzr so'rash kerak. Chunki Allohning Rasuli sallallohu alayhi va sallam dedilar: agar biror kishi musulmon birodarining haqqini poymol qilsa, dirham dinorlar bo'lmaydigan kun kelmagunga qadar zudlik bilan undan uzr so'rasin. Agar u poymol qilgan haqqini o'rnini to'ldirmasdan vafot etsa, hisob kitob kunida uning solih amallari haqqi poymol qilingan musulmon birodariga olib beriladi. Agar uning solih amallari bo'lmasa, musulmon birodarining gunohlari unga yuklatiladi.